Yarım saat ötkendan keyin balalarni yel shunda obda yurishib birdi. Taryatmi shunda obda ravon gapirdi. Abdumjid aka shu buvoq bolalardagi yeltirib qilish zoti qanday kasal, qanday davolaymiz mushtoqliq bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Bu buvoq balalarda odatda birinchi tert kelmasa, ikkinchidan yel yurishmasa ota-ona bak ansiraydi. Demasmi zodi ansirash tegishlik ish. Nimishqa degan chig'ida bir kunda bo'lsa cho'ng tariti mulayyin, yumshoq. 3 vaqt kelib bersa bu balaning nihoyat sog'lom, 3 ay oshqozonlarning nihoyat yaxshi yetilayotganligining ifodasi. Endi balaninki tert qetib olsa yoki bo'lmasa yel yurishmasa balami nihoyat qiynaladi, ota-onaning ko'ngli bak yerim bo'ldi. Endi shu balaninki qo'sqini tutsanglar, shunda qattiq bola qiqrab yig'layotgan, buning nima doğrusini bilmayotgan, qanday ko'nglingda shunda bir balamning bir yeli yurishib, taratli yurishib ketgan bo'lsa, qancha qo'shiqlardan ditqanlar. Bunda bola yig'lab, qiqrab, emgilimi unmaydi. Bunda bola qanday qilmas desanglar, ash uydagi piyozni ushshaq chanab, qiyma qilib, ayni vataq chanab buni. Uningki balaninki ash qo'sqiga, qo'saqqa buni tangatması. Yılma bak çingme tangatma piyoz tushib ketmasa o'tu. Mushu piyozni mushu qo'saq tarafga tangandan keyin yarım saat o'tgandan keyin balalarni yel shunda obda yurishib birdi. Taryatmi shunda obda ravon gapirdi. İkinci bir yesip ha. İkincisi mushu bala tug'ilib uzoq o'tmaylan balada shunda taryat qetayotgan, taryat ravon bo'lmayotgan ish bo'lsa, bir qaynoq suvga oldingidan deb bergan ha. Bir qaynoq suvga ikki chimdim Badiyan bilan taranjibinning so'qqanimizdan ikki chimdimni bakkaday tashlasanglar, ta'mich qilib ashuni ikki qo'shiq ishkizib qo'ysanglar, buvoqlaringning hatto 1 yosh, 2 yosh kelgan bolalarning ta'rtini ham yelni shunday obda ravonlashtirib, bolaninki 3 ay sog'lomligiga ig'ir darajada ta'sir etmasdan oldini og'ilib, foydalanib qilishinglarni umid qilaman. Rahmat.